Hozir hammani uyg'otsam kerak, soatam 11 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatuvchilarimiz mana yana bitta mebelimiz tayyor bo'ldi. Xo'p. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Birinchi prixojga kirganingizda ochilishini ko'rdinglar. Mana. Bo'ldi, bunda ochiladi. Ichlari polka. Polni polka. Mana bitta veshirkalarimiz. Ilmoli kiyimlarni ilaveradi bemalol. Bitta xuddi shunaqa. Mana, bu oyoq kiyim taxlashga. Tepalarimizni ilmoli veshirkali polkalar. Xo'p. Imom shkafimizga kirganimizda birinchi hammasi materiallarimiz MDF, mexanizmlarimizni turistik mexanizmni qo'ydik. Davchilik, push mexanizmni qo'yib berdik. Boshqa ochiladi hammasi. Shkaf ko'rsanglar bo'ladi. Yoni avvalni mana bitta sekretni tortmasi bor. Shkafi bor, to есть. Mana, polni kataloggacha polkalar. Mana avvalni polka и kupe mexanizm, kupe shkafimiz. Mana eshikni ochilishini ko'rsanglar bo'ladi. Veshilka polka. Bu yoqqa endi bilmayman nima qo'yadilar, ular shunaqa bergan mana. Bu yoqqa ham bu narsa tiqib qo'ysalar kerak. Pilisos qo'ygan narsalar. Bu yoq taraf. Bu tarafda mana ochiq qoldi. Mana bitta xolodilnik bu yoqqa kirish uchun xolodilnik mashinaga tiqib bergan garchi bizlar. Bo'ldi, qopdi-ku mana. Xolodilnik bemalol kiradi, xudo qolish. Mana pattivimiz. Bu yerda bu ham matras MDF push mexanizm. Hamma dizaynni o'zlari tashladilar. Eshik kichkina. O'zlari shuni xohladilar, shunaqa qilib bergan deyishdi. Xo'pdi-ku mana. Qilib berdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Eng zo'ri kuxnani ko'rasizlar hozir. Kuxna ham o'ziga xos mega 5 ning bo'lib chiqqan. Mana kuxnamiz. Bu ham hammasi push mexanizmlar. Bosasiz ochiladi. Bosasiz ochiladi, yopiladi. Tepalarimiz ham endi tepaga ochiladi, har doimgidek. Bu betga sushka qo'yganmiz mana. Bu yerda moykamiz. Moykamizdan tegi ham kattagina. Mana o'z sekin yopilaveradi. Mana bu yerda kir mashina turadi. Bu yoqda tortmalarimiz ham ruchkasi yo'q umuman. MDF hammasi MDF. Lekin disputaspa aralashmaydi. Tortmamiz mana 4 ta tortmamiz bor. Hammasini bosasiz ochiladi. Vichkamiz turadi. Bu yerda bu yoqda gaz turadi, tegida gaz. Bu yerga kichkinagina shkafcha qilib berdim. Yaqin bo'lib qolmasligi uchun. Eng zo'ri mana buni ko'ringlar. Buni ochasizlar, mana bu yerdan mexanizm chiqib keladi. Bu mexanizmni yopasiz, o'zi yopilib kirib ketaveradi. Mana ham push. Mana bu yerda ham mana zo'r ideya qilganmiz. Kat yo'limizda joylashgan bu yerda. Mana kat yo'l yopib berdim. Yana bitta narsamiz bor. Spalni ko'rasizlar hozir. Polni hamma mebelni o'zimiz qilib berdik. Ob'yom olib, polni mana shu uylarni hammasini o'zimiz qilib berdik. Ranglarini o'zlari tanladilar, dizaynlarni hammasini o'zlari tanladilar. Eng zo'ri mana spalnimiz. Matrasni ham qilib berdik o'zimiz. Mana bosh tarafini ham o'zimiz qilib berdik. Mana ikkita tumbuchkalarni ham o'zimiz qilib berdik. Bu ham push mexanizmlar. Mana. Alohida tumachalarga e'tibor berasizlar. Buni bir-biriga mana bunga moslab tushirdim mana. Mana bu qora, ichida tilla rangi bor. Xuddi shunaqa qilib bosh tarafni ham xuddi shunga moslab qildik. Buni o'zingizlar qilib beringlar dedilar, o'zimiz ideya qilib yubordik, mana shunga moslab qilib yubordik. Bu yerda ham bitta tumba, mana matras, endi matras ustidagi narsalar bizdan emas. Hozir hammasi shu. Kimga shunaqa zakazlik kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Aloqaga chiqib, Telegram, Instagram hamma saytlarda bormiz. Bo'lmasa shundan telefon qilsanglar, narxlarini kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Salomat bo'linglar. Murojaat qilaverasizlar bemalol.